Assalomu alaykum hammaga. Muhammad Yusuf yurti Marhamat tumanida yangi ish boshladik. E'tibor beringlar, 8 ga 10 obyektimiz mansarda bo'ladi. Ustunsiz qilib mansarda qilib yopamiz. Materiallarimiz keldi. 15 ga 4 straplimiz 4 metrlik 100 ming so'm bo'ldi. 18 ga 5 lik 4 metrlik lisva yog'ochimiz 158 mingdan oldim. 6 metrlik 4 ga 10 chorcho'pliklarimiz 90 ming so'mdan bo'ldi. Abdushotiga Abdushotiga 2 ga 10 lik taxtalarimiz Abdushotiga nihoyatda toza, zo'r. Mansarda poliga 2 ga 15 lik sasma yog'ochimizni oldik. 35 ming so'm bo'ldi, bunisi 63 ming bo'ldi. 2 qavatli tomimiz tayyor bo'lyapti. Sisma qo'yish ishlari ketyapti. Inshaalloh buni ham boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman. Manfaatli bo'ladi inshaalloh.